O'zbekistonga o'tgan Javonlar kongressiga bir she'r o'qib edim. Uni xohlaymanki, yana bir bor sizlarning huzurlaringizga o'qisam. Yaldo kechasini shabiston etgan, bir lahzada olamda guliston etgan, 5 mushkul ishim tushibdir oson etgan, ey barchaning mushkulini oson etgan. Aziz mehmonlarimiz, qadrli buzurglarimiz, opa-singillar. Hozir hammalaringiz to'rt ko'z bilan qarab turibsizlarki, Afg'onistonga nima holatlar keladiki va biza bu muhojiratdan har qancha Turkiya davlatlari buzurglarimiz o'ylaringiz, sizlarning joylaringiz ham bo'lsa, hamma o'z vataniga, o'z kindini, qonini to'kilgan to'proqqa bo'lishni xohlaydi. Xohlayman mavzuotlarni tamoman ishida bo'lgan bir kishi bo'lib, sizlarga qissa ba'zi mavzularni xohlaymanki ochiqlasam. Afg'onistonga albatta jiddiy bir tag'irot keladi. Bu kelmamog'i nomumkin bir narsa. Hozir toliblarning qilayotgan har bir harakati, mintaqadagi harakatlari, sulh harakatlariga bergan javoblari ko'rinadiki, Afg'onistonga toliblar ne boshqa millatlarni tilaydi, ne o'zini kichkina chuqur fikrlardan boshqa narsaga, fikrga joy bermoqqa, fikrlari yo joy berishga hech bir narsani o'ylamaydilar. Bo'lgan shaxsiyatlarimizni, buzurglarimizni kecha kunduz hadaf berib o'ldirib to'xtaganlarni ham ko'rib o'tiribmiz. Xohlamaymizki, Xudo xohlasa Marshal Abdurashid do'stimga bir harakatda anjom bersalarki, mintaqaga Xudo xohlasa ko'p qonlarning to'kilishiga sabab bo'lsa. Va 4,5 yildan bu yo'lga ko'rindiki, Afg'onistonga marshalimizdan va hizbimizda va millatimizda harakati ham urush sohasiga bo'lsin, ham sulh sohasida bo'lsin, bedun Marshal do'stim bu ish bo'lmaydi. Va sizlar mutmain bo'linglar. Bilaman ko'p qiyin sharoitlar sho'ra kelganlaringizgacha qancha qiyinlik bilan kelganlaringizni men o'zim dark etaman. Chunki Bo'rga Ko'kanbey minog'amiz borlar, ular talosh qiladi Afg'oniston turklari va boshqa ezilgan millatlarga ko'chidarisidagi mavzuotlarga tushundirsin. Ammo har davlatning qonunlariga bo'lib kelayotibdi. Mutasifona bu janjollarimizni inshaalloh taolo mana shu yerdagi harakatlarimiz bilan, birlik barobarlikimiz bilan Afg'onistonimizdagi millatimizni bilib o'tiringlarki, shunday bir lahza qolgan, Xudo xohlasa shunday bir katta tahvolotni keltirishga ham deyiladiki, rahbar so'zida bir so'ziga qarab o'tirgan, bir so'ziga. Va biz ham toliblardan hozir ham millatimizni qiynamamog'ini va boshqa millatlarni qiynamamog'ini, Javuzjon universitetini, Samangon universitetidagi o'zbek turkman tillariga innamamoq kerakni takror eslatamiz. Va aytamiz, Afg'onistonga 40 yildan beri bo'lib to'xtagan bu janjollarni halli kelgan bo'lsa, sulh bilan, dialog bilan buni istifoda qilaylik. Afg'onistonga doimiy bir sulhni kelishiga biz talosh qilaylik. Agar bu talashlar bo'lmasa, aytib o'tdik, butun mas'uliyat toliblarning gardanigadir. Biza bu so'zlarimizniki kichkina ko'ta kam aytaman, davlatiy butun namoyandalar keladi, ularga ochiq bir shaklda bayon etamiz. Millatimizni quvvati ichqariga va tashqariga, junbishimizni va mardimizni quvvatini bilganlari uchun ham rahbarimizni, ham hizbimizni, ham shaxsiyatimizni ustiga ba'zi o'yinlar bo'lib keladilar. Uni biz ko'rib o'tiribmiz. Ammo hech bir narsadan tashvish qilmaymiz. Chunki bilamizki, bizning millatimiz bilan tamosimiz bor, millatimiz bilan
aralarimizni uzoqlashtirmaganmiz. Aramizdagi quvvat ro'z va ro'z bog'lanib ketyapti va inshaalloh taolo hamma dunyo va butun Afg'oniston ko'radiki, Afg'onistondagi Junbish Milliy Islomiy Afg'onistonda Xudo xohlasa kichkina bo'ldimi, mardumi qo'yib ketdimi, Afg'onistonga borganimizga hammamiz bunga shohid bo'lamiz. Va sizlarga qiyinchiliklar bilan kelibsizlar, uni o'zi ko'rsatadi. Rahbarimizni, millatimizni, qahramonlarimizni to'qqan qonuni vasilasi bilan biz bo'lagan bu tilimizga sahib chiqamiz va sizlar bu tilga sahib chiqish uchun bo'rga kelgansizlar. Va inshaalloh taolo bundan sonraki ro'zlarda yaxshi ro'zlar damizda bor. Hech noumid bo'lmaylik. Alloh taoloning ijozati bilan Afg'onistonimizga, Turkistonimizga, Kindiyimizda qonuni to'kilgan to'prog'imizga oyog'imizni bosamiz. Umidimiz sulh bilan, oromlik bilan bo'lishi. Ko'pdan ko'p tashakkur qilaman. Oxir zamonga ki bizlarning suhbatimiz qo'yilgani uchun ko'p charchagansizlar, betob bo'lgansizlar. Ba'zan e'tirof qilib, samimiyat bilan quloq osganlaringiz uchun hammalaringizga bir jahon tashakkurlik qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, e'tirofdan taqdim qilaman.